Ro'molga qarshilik qilganlarga ham gap shu. Ularga ham janoza buyurmaydi. Ular avora bo'lib, o'ligini sudrab masjidga olib kelishmasin. Ularga islom kerak emas. Ularga Allohning buyrug'i o'tmabdimi? Endi Allohning buyrug'iga yurmagan odamlarga janoza ham kerak emas. Ular do'zaxdan qo'rqmaydilar. Ularga jannat kerak emas. Ularga duo kerak emas. Ularga masjid kerak emas. Kerak bo'lganda tiriklik mahalda masjidni hurmat qilardi, namozni hurmat qilardi, ota-bobolari, momolari o'ragan tabarruk ro'molni hurmat qilmasmidi? U o'zini millatini hurmat qilmagan, dinini hurmat qilmagan, momolarini yuziga oyoq qo'yishga, yuzini qora loy bilan chaplashga tayyor bo'lganlarga sadqai janoza ketsin. Ularga sadqai duo ketsin, ularga masjidning eshigi yopilishi kerak. Qachongacha biz endi shularga yalinib, okaxon, opaxon qilib yuraverishimiz kerak? Biz urmaymiz, so'kmaymiz, urishmaymiz, boshqa qilmaymiz. Faqat shu silliqqina janoza o'qimaymiz. Ro'molga qarshilik qilganlarga ham gap